Keratin sochni buzadi deb o'ylaydiganlar mana sochni ko'ringlar mana. Mana bu sochni ko'ringlar qanaqa chiroyli. Mana shu sochni bugun 10-marta keratin qilaman. Mana hech nima bo'lmagan sochlariga keratinni правильно qilsa agar sochga zarari yo'q qizlar. Mana bu kishini bugun yana bir marta aytaman, 10-marta qilyapmiz sochlarni. 8 yildan beri sochlarni keratin qilamiz bu kishini. Hozir faqat tagidan o'sgan, qaranglar qizlar. Uchlari tekis turibdi, tagidan o'sgan. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunchasi o'sgan. Birinchi marta qilganimizga bu kishining sochlari sariq edi, jingalak edi, kalta edi, o'smaydigan soch edi. Mana shuncha o'sib ketdi sochlari. 10 kun oldin bu kishining sochlarini tekislab bergan edim, lekin poslesini videosini bugun oldim, chunki 10 kun oldin umuman vaqtim yo'q edi, klientim ko'p bo'lganligi uchun bugun bu kishini chaqirib, poslesini olib mana chiroyli qilib videoni joyladim qizlar. Qaranglar, soch idealniy zo'r holatda turibdi, sochlarga umuman zarar tegmagan. Yana bir marta aytaman, keratinni правильно qilsa sochga hech nima bo'lmaydi.